So'roq, durtish, so'kish, haqoratlash, uradi, oyog'iga beylaydi. Tergovning mazmuni shu. Shu Bekshish Rahim obkom sekretari bo'lgan o'sha o'g'li. Shu odamga nechta pul beruvding deydi. So'raydigan odam emas bu kishi. Endi o'qiladi insonni boshiga solmasin. Bular shunaqa berahim bo'lganki, sen yolg'on gapiryapsan deb tepki yeb qulog'imni tagiga mushladigan yegan kunlarimiz bo'lgan. O'sha tergovchilar majburan bo'ynimizga qo'yaman debdi. Tilla qani deydi, tilla. Tillani pul qayerdan? Qancha pripiska bo'lingan? Bu pullar qayerga ketgan? Kimga berding? degan boyna tayziqlar boshlari. Boynagi so'roq qattiq olib borildi. Hamma joyim ishib ketgan. So'l joy yo'q. Shu murun qonadi. Murun qonadi. Urilgandagi qonaydi. Shunday murundagi qonni to'xtataman deganimdan keyin bu murundagi qon shunday turib qotib qolgandan keyin undagi u qo'l bu yoqdan olinmay qolar ekanda. Shu vaqtda boynagi kamerani shunday ochib, bu boyna buxgalterimizga meni turish holatimni ko'rsatganda, Boltoy akani shunday uryapti. Buyog'i men nima bo'laman degan holatga inson tushadi-ku. 1983 yil 31 oktyabrda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi sekretari Sharof Rashidov Qoraqalpog'iston Respublikasida paxta terimi bilan tanishish chog'ida to'satdan vafot etdi. Uchinchi noyabr kuni mazkur lavozimga Inomjon Usmonxo'jayev saylandi. Inomjon Usmonxo'jayev O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining 1983-88 yillardagi birinchi kotibi. Moskvadan mutaxassislarning yoppasiga chaqirish, o'zbeklar ishi degan haqoratomuz iboraning keng yoyilishi aynan uning nomi bilan bog'liq. Usmonxo'jayev davrida O'zbekiston egasiz hovliga o'xshab qoldi. Qor yog'sa ham shu yerga yog'di, yomg'ir yog'sa ham. Xalqning boshiga og'ir kunlar keldi. Usmonxo'jayev siyosiy irodasizligi, noshud va jur'atsizligi tufayli boshidanoq markazning tazyiqiga dosh bera olmay, millat g'ururi va qadriyatlari kamsitilishiga keng yo'l ochib berdi. Sobiq markazdagi SSR Bosh prokuraturasi, SSR Oliy sudi, SSR Yustitsiya vazirligi, SSR Ichki ishlar vazirligini eshigida shunday mazmundagi e'lon turar edi. Kimki O'zbekistonga borib ishlashni xohlasa, falon xonaga murojaat etsin. Bundan nima kelib chiqadi? Demak, savodsiz, qo'ldan ish kelmaydigan odamlarni bizga yuborishgan edi. Endi bu odamlarda na insof bor, na bilim bor. Bu johil odamlar O'zbekistonda xohlagan ishini qilishdi. Laptif degan tergovchisi bo'lardi o'sha guruhda. Bo'lmagan ishni bo'ynimizga qo'yib, qo'l qo'yib berasan deb haqorat so'zlar bilan, yo'q, qo'l qo'ymayman, men bu yo'q gap. Bunaqa ish bo'lmagan. Bugunning o'zida qamoqqa olaman seni. Biz o'zimizcha qonunni bilamiz deb, bu prokuror sanksiyasi kerak emasmi bizni qamoqqa olishga? Nima aybimiz uchun qamoqqa olasiz? Deganimda mana shu ham oyoq osti qilishni bir ko'rinishi bo'lsa kerak. Bir pachka muhr bosilgan sanksiya ko'rsatdi menga. Istagan odamimni familiyasini yozib qamoqqa olaveraman. Sen nima deyapsan? Hammamizga ma'lum bir paytda paxta kompaniyasi paytida O'zbekistondan har kuni sobiq markaz so'rar edi. Bugun necha tonna paxta terildi, necha foiz paxta topshirildi deb. Kam bo'lsa, nega kam deyishardi. Endi mana qatag'on avj olib ketgan paytda shunday holatlar ro'y berdiki, sobiq markazga har kuni O'zbekistondan desantchilar axborot berar edi. Bugun shuncha odam qamoqqa olindi. Bugun shuncha mahalliy rahbar ishdan haydaldi deb. Agar qamoqqa olinganlarning soni ularni qoniqtirmasa, nega kam degan savolni qo'yishardi. Hamma shu qamalgan kishilarning uylarida tintuv o'tkazildi. Shu tintuvlarda ishtirok etganman. Endi payt yosh bo'lganman, bir 23 yoshda bo'lganman.
Shunaqangi qo'rqib qatnashganman. Kirib hammasini hatto sandiqlarigacha ko'rlashtirishib, sandiqdagi narsalarigacha ro'yxatga olib nima qilishgan. Uyimizda hech narsamiz yo'q, ishga ham qarashmay, hatto devorlarni o'pirib ko'rishib, hatto bolalarning kiyimlarigacha tichib, ularning orasida bir narsa bor. Shunaqa bular bo'ylik orttirgan, bir kolxoz raisi bo'lib hech narsa orttirmasligi mumkin emas degan gaplarni qilib, hatto oilalariga do'g'rishib, topasan degan gaplarni qilishgan. 1984-yil 9-fevralda o'zining qattiqqo'lligi bilan dong chiqargan, keskin va kutilmagan qarorlari bilan jamiyat hayotini alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan Yuriy Andropov olamdan o'tdi va uning o'rnini Konstantin Chernenko egalladi. Konstantin Chernenko KPSS Markaziy komitetining 1984-85 yillardagi bosh kotibi. Obkom kotiblarini qamoqqa olish va ularni sud qilish aynan uning rahbarlik davrida boshlangan. Bu davrga kelib 27 mingdan ziyod odam qamoqqa olingan respublikada paxta ishi daxl qilmagan birorta o'zbek oilasi qolmadi. Obkomning 12 nafar birinchi kotibi, Markazkomning 6 kotibi, Oliy Sovet prezidiumining raisi, hukumat rahbari va uning barcha o'rinbosarlari, militsiya generallari, xullas partiyaning butun boshli gvardiyasi hibsga olindi. Yuzlab paxta zavodlari va kolxozlarning rahbarlari, brigadirlar va hisobchilar uzoq muddatga qamoqqa tiqildi. Menga o'xshagan o'tada ko'p dehqonlar hamma maqomlarda dehqonlar yotgan ekan. Bizning rayondan eng kamida 20 nima raislar, brigadlar, tabizlar qamaldi. Biz nima qamalganimizni bilganimiz yo'q. Bizdan talab qilayotgan narsalar shu bo'ldiki, kolxoz raislariga, kolxoz raykomlariga nima jinoyat qo'zg'ashni bizdan talab qilishdi. Mana biz shu qamalayotgan davrimizda o'sha vaqtda o'sha yerda yurgan raislar, raykomlar jabrlanib qiynoqqa chidamasdan ayrimlar o'lib ketdi. Bizdan O'sar aka shu olamdan o'tib ketdi. Qatag'on davrida yuzlab xotin-qizlar ustidan ham tergov ishlari olib borilgan. Ular safida qamalgan erlari, otalari yoki aka-ukalari ortidan aybsiz aybdorga aylanib hibsga olingan ayollar, erkaklar bilan baravar dalada ter to'kkan kolxoz va savxozlarning ayol rahbarlari, brigadirlar, hisobchilar, kassir va boshqalar ko'p edi. Men o'zim 23 oy qamoqda o'tirdim. Usmon Xo'jayev va'da qilgan ekanlar. O'zbekistonning paxtasini 6 million tonnaga yetkazaman deb. Lekin shu vaqtda, shu yillari ob-havo qiyin bo'ldi, og'ir bo'ldi. Yog'ingarchilik ko'p bo'ldi, paxtalar yaxshi pishmadi. Biz xom paxtalarni, ko'saklarni yanchib, maydalab topshirdik. Lekin buni biz sotganimiz yo'q. Bizda ayb yo'q. Biz davlatni, hukumatimizning topshirig'ini bajardik. Qanday bo'lmasin topasan, bajarasan degandan keyin biz bu ishlarni qildik. Kuyov bolamni qamadi, ukamni qamadi, sosetimiz bor edi, uni qamadi, qo'jayim meni 7 odam turmada yotdiqda. 5 oy. Har kun azonda olib ketadi, kechda olib keladi. Ko'pizida 40 kun yotdim. Yonimda 2 xotin har kun tergaydi. Kechasi meni uxlatmaydi. Azor beradi. Bu yoqda bolalar, qizlarimni tergagan, azob bergan, uyimiz ilinib qoldi. 2 oy. Keldilar больницаga tushgan bolalarim bilan. Ko'shamizdan odam jirmay qolgan qo'rqib. Yomon qo'rqdilardan, ko'p tayoq yedi-da. Og'aylarim, nelarim, ularga qattiq azor berdi. Ko'shamizning o'zidan 2 odam o'ldi. Shu turmada qattiq qiynaganda ularga azob berganda. O'zimdan kuni-tuni azob berdilar. Turmada yotdik. Urganchning turmasida yotdim 6 kun. Ondan keyin nedi Toshkentning podvalini tashab qo'ydilar. Shu yili O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining 16-plenumi bo'lib o'tdi. Unda Respublika Kompartiyasi birinchi kotibi Usmon Xo'jayev ma'ruza qildi. Plenumda KPSS Markaziy komitetining sekretari Yegor Ligachov ishtirok etdi. Xalqimiz tarixida mash'um voqea sifatida muhrlanib qolgan mazkur plenum bevosita markaz ko'rsatmasi bilan tayyorlangan edi. KPSS Markaziy komitetining sekretari Ligachov boshchiligidagi bir guruh xodimlar tayyorlagan uzundan uzun ma'ruzani O'zbekistonni
qora bo'yoqlarga choplab tashlagan, O'zbekistonni yomon otliqqa chiqarishga xizmat qiladigan bu ma'ruzani ular Usmonxo'jayevga o'qitishgan edi. O'zbek xalqiga nisbatan siyosiy aybnoma bo'lgan bu ma'ruzada ko'zbo'yamachilik, poraxo'rlik, qo'shib yozish, oshna og'aynigarchilik degan iboralar qayta-qayta ta'kidlanadi. Paxta tozalash sanoati ministrligining ishi qattiq tanqid qilinib, Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo, Buxoro oblaslarida sohaning o'nlab xodimlari hibsga olinganligi, ularning katta miqdordagi boyliklari musodara etilgani aytib o'tiladi. Go'yoki hamma narsa izdan chiqqan, botqoqqa botgan mahalliy rahbarlarga ishonib bo'lmaydi. Demak, zudlik bilan tozalash choralarini ko'rmoq, yordam uchun markazdan kadr so'ramoq zarur. O'zbekiston Kompartiyasining 16-plenumi bu o'rtada shularga rasmiy tus bergan, siyosiy tus bergan plenum bo'ldi, xolos. Bo'shab qolayotgan o'rinlarga boshqa o'lkalardan O'zbekistonni xaritada ham tuzukroq ko'rmagan yangi rahbarlar mo'rmalaxdek yopirilib kela boshladi. Shura matbuoti O'zbekistonga halollik va haqiqat eksport qilinmoqda deya olamga jar soldi. 84-yil noyabr oyining oxirida kelib turib, hamma yerda bosdi, barobar hamma o'rmonda yongan o'tinday kuyib ketdimiz. Bizga Litva respublikasidan Nerus Stekanus degan bir yigit tashladi. O yigit o'zi yaqindan istib turibgan yigit degan bir tajribasi ham yo'qroq yigit. Aktlarda o'qib ko'rsangiz, hammaning aybini bir xil mavzuda yozib chiqqan. Bir-biridan ko'chirib olib, familiyani o'zgartirib qo'yib, bosavergan statyani ham, boshqasini ham bitta o'zimizga 6 talab, 7 talab statyani qo'yib tashlagan. Mana shuni oqibatida biz hech qanday narsani asoslab ololmagan bo'lsa hamki, biz bo'ynimizga olmagan bo'lsak hamki, baribir jamoaviy hujjatdan tuva olmagan bo'lsa ham, baribir o'sha aybdor qilib, hammamizni olib turib, mana biz 13 oy 20 kun sud bo'ldik. U yerdagi hayotning o'zi bizni ustimizdan kechagi davlatga qarshi ishlama deb nasihat qilganlarimiz, o'g'irlarga o'g'irlik qilma deganlarimiz bizni ustimizdan qanday kulganlarini o'zimiz bilamiz. Ular aytardiki, ha, davlatingga ishlab, davlatingni qo'riqlab nima topding? Apqigan joyi manoma maslahatlar der edi. Men oilamda bitta farzand edim. Onam yolg'iz bir uyda hovlida qolib ketdi. Qaraydigan insoni bo'lmasa yo'q edi, o'zim qarardim. Shunda arqamdan yig'lab bir marta Uchquduq turmasiga borsa arqamdan bordi, shunday ko'zi ojiz, ko'r bo'lib qolgan yig'lab onam. Onam men arqamdan shunday bitta farzandim, hech qanday bir ayibsiz bir chaldira devorda o'tirsak ham bu bolamga shuncha yil beriverdi. Shunday azoblar berganini ko'rib, meni bir sog'lig'imni bo'lmay qolganlarini ko'rib, onam yig'lab ko'zlaridan ajradi-da. Keyin o'zim ko'rib bir kun shu yerda yig'lab ko'zimdan yosh to'xtamadi. Bir 1985 yil 10 mart kuni KPSS Markaziy komitetining bosh sekretari Konstantin Chernenko 13 oylik rahbarlikdan so'ng vafot etib, mamlakat izmi Mikhail Gorbachov qo'liga o'tdi. Mikhail Gorbachov KPSS Markaziy komitetining so'nggi 1985-91 yillardagi bosh kotibi, SSSRning birinchi va oxirgi prezidenti, qayta qurish muallifi, ittifoqdagi aksariyat talotuplar hamda oxir-oqibat mamlakatning iqtisodiy parokandalikka yuz tutishi shu rahbar nomi bilan bog'liq. O'zbekistondagi milliy kadrlar ta'sirining uzil-kesil yo'qolishi aynan uning davriga to'g'ri keladi. O'zbekistonga kelgan, masalan, deylik, Anishev, Agarik, Lapkov deganlar, Nefimov deganlar, ular hal qilar edi. Amalda mana bizda Usmonxo'jayev birinchi kotib bo'lishdan qat'iy nazar yoki boshqasi haligi nimalardan qat'iy nazar ular hal qilar edi. Paxtachilikda avj olgan jinoyat oqibatlarini bartaraf etishga kelgan guruh faoliyat yuritgani bilan reja o'sha 6 million tonna bo'lib qolaverdi. Desantchi deb nom olgan kelgindi rahbarlar izmidan chiqa olmagan yangi hukumatda na tajriba va na tashabbus bor edi. So'roq protokoliga tan olib qo'l qo'yib bermasang, oilangni, qizingni, boshqalarni olib kelib, ana ashaddiy dishar jinoyatchilar yotadigan kameraga tiqamiz. O'zing ko'rib turasan. Unaqa o'zbek har qanaqa inson ham menimcha mushlab urganga, tayoq yeganga chidash mumkin. Lekin bunaqa oyoq ostilik qilaman degandan keyin
Olibki, qanaqa qog'ozing bo'lsa qo'l qo'yib beraman deydi-da. Gdlyan va Ivanov guruhining faoliyati davomida o'z joniga qasd qilganlarning soni 20 dan oshib ketdi. Ularning deyarli barchasi sharmandalik, yaqinlarining qamoqqa olinishi hamda dahshatli tahqirlashlarga chiday olmadi. Ularning aksariyati bu jinoyat ishida mayda murvatchalar hisoblansa-da, ayblari davlat jinoyatlari tarzida puflab shishirilib, sho'rliklar jonidan to'ydirilgan edi. O'zbekiston fuqarolari o'z haq-huquqlarini himoya qilishlarini so'rab, tuman, viloyat va respublika partiya va sovet organlariga shikoyat qilardilar. Biz u paytda mana mashinkada yozardik-da, bittasi kelib mashinkada arizani yozib bering deganda, birorta odam shu qamalganlarning oilasiga mashinkadan arizasini yozib bersa, shu mashinkada yozilganligi aniqlansa, o'sha odam nisbatan ham chora ko'riladi degan gap so'zlar bo'lgan. Moskvadan najot so'ragan odamlar ko'p bo'lib, KPSS markaz qo'miga kelgan arizalarning sanog'i yo'q edi. Lekin ular suvga tashlangan toshdek izsiz ketdi. Ko'pincha bu shikoyatlar O'zbekistonga qaytarib yuboriladi. 1986-yil 31-yanvar kuni Toshkentda O'zbekiston Kompartiyasining 21-syezdi ish boshladi. Syezda Usmonxo'jayev o'z dokladida jumladan quyidagilarni gapirdi. Shuni aytish kerakki, respublikadagi ishlarning haqiqiy ahvolini ochish uchun O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining dadilligi va kuchi yetmadi. Faqat KPSS markaziy komitetining aralashuvi va yordami tufayligina shunday qilishga muvaffaq bo'lindi. KPSS markaziy komiteti markaziy organlarning apparatidan va mamlakatning boshqa regionlaridan partiya, sovet xodimlarini respublikaga doimiy ishlash uchun yuborib, bizga juda katta, chinakam internatsional yordam berdi va bermoqda. Amalda bu davrda respublikamiz taqdiri Anishchev, Agarok, Lapko, Satin kabi kelgindi kimsalarning qo'lida edi. Biz halollik va adolat desantimiz degan nom bilan yurtimizga kelgan bu to'da aslida halollik va adolatni paymol qilganiga, butun bir xalqqa nisbatan adolatsizlikka yo'l qo'yganiga guvoh bo'ldik. Ana shunday desantchilardan biri shu yurtning tuzini yegan Kartashyan hatto matbuot orqali O'zbekistonni tikanli sim bilan o'rab soqchilik minorasini o'rnatish kerak. Chunki bu yerda hamma o'g'ri va poraxo'rdir degan gaplarni e'lon qilganini yaxshi eslaymiz. 1987-yil 11-iyulda Sovet O'zbekistoni gazetasida SSSR bosh prokurori Rekunkovning qonunchilikka og'ishmay rioya qilaylik nomli maqolasi chop etildi. Birgina SSSR prokuraturasining o'zi O'zbekistondagi rahbarlik bo'g'inini mustahkamlash maqsadida 85 kishini yubordi. Anchagina murakkab ishlarni tergov qilish uchun tergovchilarni komandirovka qildi. Hozir SSSR prokuraturasi uzoq vaqtlardan beri harakatsiz yotgan ishlar va materiallarni hal etish uchun iyul oyi mobaynida yana qo'shimcha ravishda 100 dan ziyod prokurorlik tergov xodimlarini yuborishga majbur bo'lmoqdamiz. Men o'zim guvoh bo'lganman. Viloyat partiya qo'mitasining byurosida ana shu paxta ishi bo'yicha ish ko'rilayotgan bir raisni ishdan olish kerak bo'lgan. Endi jinoiy ish qo'zg'ash uchun albatta partiyadan o'chirish kerak edi o'sha paytda. Partiya a'zosini jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmasdi. Shu partiyadan byuroda u kishini hali partiya ishi ko'rilayotganda hech qanaqa nimasi yo'qligi isbotlanyapti. 11 ta byuro a'zosidan 10 tasi partiyadan o'chirilishga qarshi bo'ldi. Faqat Barulin men partiya byurosini qaroridan noroziman dedi. Shuning uchun shartta byuroni tashab o'rnidan turib chiqib ketdi. 10 ta odamning fikri boshqa qolyapti, buni boshqa qolyapti. O'sha paytdagi partiya birinchi kotibi o'ylab turib, hozir bu chiqadida Moskvaga o'zini o'sha rahbarlariga telefon qiladi. U menga hozir telefon qilib, nimaga buni Barulinning fikrini qo'llab-quvvatlamading deydi. Chaqiringlar shuni, kelinglar shuni aytganini qilaylik. 1988-yil 12-yanvarda Usmonxo'jayev Respublika Kompartiyasi markaz qo'mining birinchi kotibi vazifasidan ozod qilindi. Taqdirning o'yinini qarangki, 16-plenum minbarida turib, o'z yurtiga malomat toshlarini otgan shaxsni uning o'zi yordamga chaqirgan markazlik desantchilar panjara ortiga tiqishdi. Uning o'rniga Rafiq Nishonov keldi.
Ammo bu bilan ham paxtachilikda ahvol o'nglangani yo'q. Tuhmat, o'ch olish, mansabparastlik hech biri to'xtamadi. Sobiq markazga aynan Nishonovga o'xshagan itoatgo'y, mustaqil fikrga ega bo'lmagan rahbar kerak edi. Bu paytda minglab rahbarlar ishdan olingan va jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Nishonov kelgandan keyin qatag'on yanada avj olib, 10 minglab odamlar partiya safidan o'chirilib, qamoqqa olindi. O'zbekistondagi qamoqxonalar to'lib ketgani uchun mahbuslar sobiq ittifoqning turli hududlaridagi qamoqxonalarga yuborildi. Bularning asli muddaosi boyaga aytganday qo'rquvni tiklash, ijtimoiy qo'rquvni tiklash. Odamlarni yana ham bo'sh bayov qilib turib, yuqorida aytilgan har bir narsani oddiy bir ijrochisiga aylantirish edi bular. 1988-yilning 23-yanvarida Pravda gazetasida oltinga xirs qo'ygan gazandalar SSSR prokuraturasining tergov gruppasi O'zbekistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi uzoq va mashaqqatli kurash olib bormoqdalar nomli 17-iyulda Kolonna SSSR Ichki ishlar ministrligi tergov izolyatoridagi suhbat nomli paxta ishi bilan bog'liq maqolalar chop etildi. 16 sentyabrda esa Argumenty Fakti gazetasida Nishonov bilan suhbat e'lon qilindi. Mazkur suhbatda Nishonov shunday deydi: KPSS markaziy qo'mitasi keyingi 4 yilda O'zbekistonga yuzlab tajribali xodimlarni yubordi. Yangi xodimlar kelishi bizning chinakam baxtimiz bo'ldi. Respublikada so'nggi 4 yil ichida 58 ming mas'ul xodim vazifasidan bo'shatildi. Men o'zim shaxsan Gidlian va Ivanovlar guruhining ishini g'oyatda ijobiy baholayman. Biz SSSR prokuraturasining xodimlari bilan qo'lni qo'lga berib ish olib bormoqdamiz. Shuni ro'y-rost aytishim kerakki, Gidlian guruhi respublika partiya idoralari tomonidan qattiq qo'llab-quvvatlanmaganda va har tomonlama yordam ko'rsatilmaganda ular bu qadar samarali ishlay olmasdilar albatta. Matbuotdagi bu kabi maqolalar, qo'llab-quvvatlashlar, yaltoqlanishlar Gidlian va Ivanov guruhini gurullamayotgan olovi moy sepgandek bo'lardi. O'zbekiston markazkomining birinchi kotibi Nishonov paxta ishi bo'yicha O'zbekistonda 25 ming kishi ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi deb bayonot bergan edi. Nahotki shuncha odam jinoyatchi bo'lsa, nahotki bag'rikeng mehmon do'stligi, ko'ngli ochiqligi uchun xalqimiz shu ko'ylakka tushgan bo'lsa. Iyun oyining 19 edi. 88-yil. Qo'lima kishanni solib meni olib ketdi. Kamoliddin senda millioni bor, shuni topib berasan dedi. Xo'p, u qayerdan million bo'ladi menda? Ya men og'ayli bo'lmasam, yo tushqani bo'lmasam, menga Kamoliddin nega million berib ketish kerak ekan? Ikkinchi xonada bola chaqaning yig'lag'ini ko'rsatadi. Yig'laydi, ana deydi, xotinga olib keldi, qamadik deydi. Xotinga azob berib o'tiramiz deydi. Agar deydi, shuni qilmasang deydi, xotinni qamaladi deydi. Ana bolalarni olib keldi. Bolalardan, xotinlardan ovozini chiqaradi qo'ng'shi xonadan. Qara, qanday psixologik azob beradi. Fizik azob yengil, lekin psixologik azob juda og'ir odamga. Oxir so'ng aytdi, yaxshi, sen million bermay qo'y, 600 ming so'm bera qo'y dedi. Qara, savdo. Ularga pul kerak. Men aytdim, 600 tiyim ham yo'q. Oxir so'ng aytdi, onda sen qamalasan. Mana shu yerga borim, bunday borim bilan chizadi. Shu yerdan otlasan dedi. Gidlian guruhini qattiq qo'llab-quvvatlab, ularga har tomonlama yordam ko'rsatgan Nishonov 1989-yilning yoziga kelib, oxir-oqibat o'zi butkul muammolar iskanjasiga tushirib qo'ygan respublikani tark etib, markazdan panoh topishga majbur bo'ldi. Noshud rahbarlar xalqni o'z vaqtida himoya qila olmadi. Amal desa, otasini ham sotishga tayyor bu shaxslar o'z xalqining yuziga oyoq qo'yib, unga qora chaplashdi. Bamisoli musobaqa o'ynashdi. Albatta, o'sha paytda jazoga tortilgan odamlar orasida mansabga, boylikka berilib, nopok ishlarga yo'l qo'ygan shaxslar ham bo'lgan. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, bunday kimsalar afsuski hamma xalqlarda ham uchrab turadi. Lekin ana shunday nobop odamlarni deb butun bir xalqni qoralash, uning sha'nini, g'ururini oyoq osti qilish, eng oddiy insoniy haq-huquqlarni toptash qaysi qonun qoidaga to'g'ri keladi?
ayniqsa tunu kun umrini dalada o'tkazib, mehnatdan boshqa narsani bilmagan, shu zaminni zamin qilgan oddiy dehqonlar, suvchi va zvenochilar, brigadir va mexanizatorlarni paxtani qo'shib yozish, kimgadir pora bergan yoki pora olgan degan odamning aqliga sig'maydigan gunohlarda ayblab, ularni sudsiz, so'roqsiz bola-chaqasi, oilasidan ajratib qamab qo'ysa, bunday nohaqlikka chidab bo'ladimi? Biz paxta ishi deganda, uning mudhish oqibatlari haqida gapirganda, avvalo ana shunday ming-minglab oddiy, begunoh odamlarni, ularning boshiga tushgan fojialarni tushunamiz va sun'iy ravishda o'ylab topilgan bu kompaniyani xalqimizga, yurtimizga nisbatan olib borilgan ommaviy qatag'onning yana bir ko'rinishi deb baholaymiz. bir 1989 yil 23-iyunda Islom Karimov respublika rahbari etib saylandi. Bu rahbarlikka kelgan vaqtda hayot hamma tomonlama izdan chiqqan, odamlarning turmush darajasi pasaygan, ularda ertangi kunga ishonch qolmagan edi. Peshtaxtalar bo'm-bo'sh, iqtisodiyot abgor, buning ustiga qamoq-qamalar avjiga chiqib, xalqning noroziligi kuchaygan. Butun boshli respublikaning iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan edi. Asosan paxta xomashyosi yetkazib berishga moslashgan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan, sobiq SSSR tarkibida aholining hayot darajasini ifodalaydigan ko'rsatkichlar bo'yicha eng orqa o'rinda jar yoqasida turgan qashshoq o'lkadagi ijtimoiy larzalar oxir-oqibat Farg'ona, Bo'ka, Parkent voqealaridek jiddiy fojialarni keltirib chiqargan edi. Islom Karimov respublika rahbari sifatida ishga kirishgan kunning ertasigayoq, ya'ni 1989-yilning 24-iyun kuni O'zbekiston Ministrlar Sovetida katta majlis o'tkazdi va unda nutq so'zladi. Islom Karimovning birinchi aytgan gapi: biz bundan keyin eskicha yashay olmaymiz degan gapni aytib xalqimizga da'vat qildi. Bu gap o'sha paytdagi tuzumga, o'sha paytdagi hayotga munosabat edi. Bundan buyon eskicha yashay olmaymiz va bunday yashashga zamonning o'zi yo'l qo'ymaydi. Bu qat'iy fikrni oshkor aytmoq uchun odam respublikaning siyosiy va iqtisodiy ahvolidan mukammal boxabar bo'lmog'i, xalqning og'ir dardiga hamdard bo'lishi lozim edi. Chunki Islom Karimov 80-yillarda moliya ministri bo'lib ishlagan davrda bir qancha oblastlarda vakil bo'lib, respublikadagi muammolarni ich-ichidan yaxshi bilgan. 83-yil bizga qarangki Islom Abdug'anich vakil bo'lib keldilar. O vaqtda u kishi moliya vaziri bo'lib ishlardilar respublikada. Paxta yig'im terim mana endi yakunlanayotgan vaqti 112% ga rayonimiz plan bajargan. Endi tabiiy paxta endi kamayib boryapti. Hech esimdan chiqmaydi, bir kuni shu markaz kumga bir kotibi menga telefon qildi. Nusrat Akmalov qanday bo'ldi? Men aytdim, kamaydi paxta. Kamaydi, bir 45 tonna paxta kamaydi, hech esimdan chiqmaydi. Yonimda Islom Abdug'anich ham o'tirgan edilar. Kim gapiryapti? Dedilar, men trubkani hozir aytdim, markaz kum kotibi gapiryapti. Nima deydi? Men aytdim, shu kamaytirma deyapti. Qo'limdan trubkani, telefonni trubkasidan sug'urib oldilar. Nima gap dedi u kishi. Ha, nima uchun Qiziltepa kamaytirdi? Nima kamaytirmaydi? 112% bo'libdi, bugun 114% bo'lyapti. Qanday kamaymaydi? Endi bundan keyin kamaydi, paxta siyraklashib qoldi. Kamayadi dedi u kishi. Yo'q, endi u yerda ularning ikkalasining orasidagi gap. Keyin Islom Abdug'anich aytdi, nima qilsin dedi. Nima qilsin? Pripiska qilsinmi dedi. Pripiska qilmaydi dedi. Men shu yerda o'tiraman, pripiska bo'lmaydi bu yerda dedi. Yo'q, trubkani nima boshqa gapini tinglamadilar ham, shu trubkani qo'ydilar. Prezidentimiz Gosplanni reja qo'mitasining raislik vaqtida juda ham iqtisodiyotimizni chuqur o'rganib, muammolarini shu bir tomonlama rivojlanib qolganligini, o'sha paxta ishi bilan bog'liq emas, boshqa tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha bir o'sha markaz komga xat yozib, O'zbekiston iqtisodiyotining muammolari va rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan chuqur asoslangan xat yuborganlar.
Lekin Markazkom bunga e'tiborsizlik bilan qarab, hatto unga tanbeh berib, ma'lum bir vaqtdan keyin biz hammamiz guvoh bo'lganmiz, Qashqadaryo viloyatiga obkomni birinchi sekretari bo'lib ketdilar. 1986-yilning 27-dekabr kuni Islom Karimov Qashqadaryo oblast partiya komitetining birinchi sekretari etib saylandi. Bu avvalroq moliya ministri, keyinroq hukumat rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagan odam uchun rostmana surgundek bir gap edi. Chunki bu davrda Qashqadaryo viloyatidagi ahvol respublika miqyosida olib qaralganda hammadan ham og'ir edi. Paxta qatag'oni hech bir oblastda Qashqadaryodagi kabi keskin kechmayotgan edi. Buning isboti uchun 1983-yilda paxta ishi endi boshlangan paytda aynan shu viloyat rahbari o'z joniga qasd qilganini eslash kifoya. 1985-yilga borib 3 oyning o'zida Qashqadaryo viloyat rahbarining 3 muovini, 8 nafar bo'lim mudiri, shahar va tuman partiya qo'mitalarining 26 nafar kotibi, viloyat miqyosida minglab odamlar jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Oddiy o'zbek so'zi bilan aytganda Qashqadaryo shunday to'kilib qolgandi. U kishi ishga kelgandan keyin bir guruh keksalarni, hayvonlarni chaqirdi o'zlariga. Shularning ichida men ham bordim. U kishi fikrlarimizni so'radi. Nima ish qilishimiz kerak? Ishni nimadan boshlashimiz kerak? O'zi bilardi bu gaplarni u kishi, lekin bizning fikrimizni ham bilmoqchi-da. Buni sezib turibmiz. Biz aytdik, Islom Abdug'aniyevich, mana hozir viloyatda 3000 ga yaqin odam jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Shuni aksariyat qismi qamoqxonalarda yotibdi. Buni har birining ketidan 20-30 kishini yana so'roq qilinyapti. Har birining ketidan o'nlab, 20lab qarindoshlari, bola-chaqalari avora sarson bo'lib yuribdi. Dalada ishlaydigan odam yo'q hozir. Hozir ishlab turganlar ham o'ziga ishonchi yo'q ertaga. Erta nima bo'ladi? Chunki bilib turibdi-ku, hali qamalganlarning ko'pchiligi gunohsiz odamlar. Demak, ertaga meni ham qamaydi. Qashqadaryo viloyatiga rahbar bo'lib kelgan Islom Karimov nomiga paxta ishi jabrdiydalari nomidan ko'plab shikoyat va arznomalar kelib tusha boshladi. Bunday shikoyatlarni ko'rib chiqish, arzgo'ylarning dodini tinglash, viloyatda adolatni qaror toptirish maqsadida maxsus komissiya tashkil etilgandi. Bunday komissiya na Markazkomda, na boshqa bir oblastda bo'lgan. Oliy sudga ham bordim, oliy sudga ham bordim. Buturlikka ham kirdim. Hammasidan bir xil javob oldim. Ering yegan bo'lsa qamalgan. Keyin baxtimizmi, peshonamizmi Qashqadaryo ana oblasiga o'rtoq Karimov kelib qoldi. Bu kishi ham menga rad javob beraman, yo qabul qiladilarmi, qilmaydilarmi deb qo'rqib-sagina hilla qabullariga kirdim. Men bolalarim bilan qiynalyapman. Menga yordam qilsangiz deb murojaat qildim. U kishi aytdilar-ki, shu opa deydilar bu yer o'zalariga, mana shu opa 11 farzandi bor ekan. Ana shu eri qamalgan ekan. Shuni nima uchun yordam bermaysizlar? deb ularga murojaat qildilarda aytdilar-ki, ertadan boshlab hammalaring avf qog'oz yozinglar. Men ham yozib beraman, opa ham yozib beradi. Shuni prokuraturaga jo'natinglar, opaga yordam bo'lsin. Biz qamoqda turganimizda o'zidayoq xabar yetib bordi. Yangi kelgan viloyat rahbari paxta ishlarini juda e'tibor bilan tinglayapti ekan. Qandaydir choralar ko'riladi. U kishi kelgandan keyin qamoqqa olishlar to'xtadi. Ko'p narsalar respublikada hal bo'lmasligini bilgandan keyin u kishi Moskvaga chiqa boshladi. Men bularni birovdan eshitib aytayotganimni o'zim guvoh bo'lganman. Endi Moskvani qo'lidaydi hamma narsa. U kishiga ham bitta aybni qo'yib, o'sha vaqtda partiyadan o'chirish mumkin edi, yoki bo'lmasa qamayib yuborish ham mumkin edi. Qilish mumkin, lekin shulardan ham qo'rqmadi odam. Hamma narsani bo'yniga olib o'zini shaxsini o'ylamasa mana shu yo'llardan bordi. Islom Karimov adolatsiz qatag'on qurbonlarining oilalariga imkon qadar moddiy va ma'naviy yordam berishga harakat qildi. Shu yo'l bilan oila boshlig'isiz, ayasiz qolgan miskinlarning ko'nglini ko'tar, ularning dardiga oz bo'lsa-da malham bo'ldi. Men shaxsan o'zim keyin eshitganimcha un, guruch, yog', даже
ko'mir o'tingacha bizni uylarimizga berilgan. Bu begunoh odamlar yotibdi. Hademay o'tib ketar, qarab turinglar. Nafaqat endi yomon joylar deymiz, o ozodlikdan mahrum etilgan joylarimiz emas, moddiy jihatdan oilalarimizga ham yordam bo'lib turgan. Qashqadaryoda ishlab yurgan paytidayoq Islom Karimov bu qatag'onchilarga qarshi norozilik bildirgan, e'tiroz bildirgan yagona rahbar edi. 1988-yil 23-noyabr kuni Sovet O'zbekistoni gazetasida Qashqadaryo Oblast partiya komitetining birinchi sekretari Islom Karimovning buyruqbozligi emas, ishontirish vositasida nomli suhbati chop etildi. Viloyat rahbari hududda yuz berayotgan o'zgarishlar, erishilayotgan muvaffaqiyatlarning tub mohiyati odamlarning ishga, burchga munosabati, kayfiyati o'zgarganida deb ko'rsatadi. Eng muhimi, sotsial adolat tiklanmoqda. Keyingi yillarda paxta ishi bilan qamalgan kishilar jazosi odilona qayta ko'rib chiqilmoqda. Shu sababli ham odamlar qalbida adolat bor ekan-ku degan tuyg'u kurtak yoza boshladi, deya ta'kidlaydi Islom Karimov. Qamoqdan chiqib kelganlaridan keyin men va'da qildim. Shu kishini oldiga sizni bir olib bormasam bo'lmaydi. Opani ishi bituvdi, qaramay ketdi demasinlar. Dedimda, buvani kelganiga 3 kun bo'lgan, sochlari olingan, qamoqdan kelgan olib bordim. Bila borganim uchun u kishini taniyapti-da u kishi. Opa xo'jayinlab keladi deb o'ylaganda. Keyin kulib, biz firuzdan shodiyib, sog'liqni yo'qotmadingizmi, yaxshi keldingizmi deb bir ko'tarib yerga qo'ydilar. Xursand bo'ldim. Aytdilarki, opa siz uchun ko'p yugurdi. Opaga endi xo'shama turing, opani tarbiya qiling, kuratlarga olib boring. Yaxshi yashanglar. Peshonamizga, baxtimizga shu kishi omon bo'lsin. Hali esimdan chiqmaydi. Unutolmayman. Shu Chiroqchi tumanidan Dodi qishlog'idan bir qari chol kelgan qabulga. Bir qo'li yo'q, yig'lab kirgan. Mani o'g'lim nohaq qamalayotibdi paxta ishlari bo'yicha. O'g'lim qamalib ketgandan keyin kelinim vafot etdi, chaqalog'i qolib ketdi. Shu butun qishloq qarayotibdi shunga. Shunga yordam bering. O'g'lim bir so'm paxta ish bo'yicha pul yemagan. Keyin Islom deganga menga topshiriq berganlar, borib bir sharoitini o'rganing. Shu qishloqqa borganman, butun qishloq ahli bilan gaplashib chiqqanman. Shu qizcha chaqaloqcha yotibdi, chillasi ham chiqmagan bir 40 kunlik chaqaloq. Qo'shnilar hammasi sigirini sutini sog'ib, shu qizchaga chirishyapti. Kelib, keyin men aytganman, haqiqatan shunaqa sharoiti og'ir ekan, nohaq qamalgan ekan. Bir so'm bir joydan yegan emas, faqat mehnat qilgan. Deganimdan keyin xat taxlab, xat yozib, o'sha nomlaridan o'zlari qo'l qo'yardilar. Obkom sekretari, keyin samolyot bilan uchib borib, buturliniya topshirganman. Keyin prezidiumda afetish otdeliga topshirganman. Bir hafta, 2 hafta o'tmasdan shular chiqib kelgan. Shu chaqaloq ismini Adolat qo'yishgan. Bugun adolatning o'zi 30 da. Tiklangan adolat hayotga qaytargan otasi 60 yoshda. Bugun adolat Islom Karimovni o'z xaloskori deb biladi. Bugun u o'shanda menga o'xshash minglab go'daklarning ohi ko'kka yetib bordi. Yaratganning o'zi elimizga inoyat ko'rsatdi deb aniq ishonadi. Islom Karimov Qashqadaryoda paxta ishi bo'yicha o'rnatgan adolatini 1989-yil yozidan boshlab O'zbekiston rahbari sifatida butkul muammo va tashvishlar girdobida qolgan yurtimiz miqyosida tatbiq eta boshladi. Xalq o'ziga himoyachi kelganligini sezdi. Bilasizmi? Xalq yakkalanib qolgan edi. Qayerga boshini ursa ham hech kim uni tinglamas edi. 1989-yilda O'zbekiston rahbari Islom Karimov respublikadagi paxta ishi bo'yicha jinoiy ishlar qayta ko'rib chiqilishi uchun ittifoq miqyosida nufuzli komissiya tuzilishini qat'iy turib talab qildi. Vaziyat keskin o'zgardi. Со временем я получил разрешение проводить допросы, всех передопросить. И я с большим трудом, но я передопросил всех. Люди плакали.
Я никогда в жизни не видел стольких плачущих мужчин. Все они в ужасном физическом состоянии находились. Издерганные психически, психологически и физически. Но на меня произвело впечатление масштаб беззаконий, которые творили сами работники прокуратуры. То есть само следствие вело с таким количеством самых злостных нарушений. И документы, которые я рассматривал, протоколы обысков, протоколы допросов, были настолько примитивны, настолько неубедительны для меня, что я сразу, как председатель комиссии, стал изучать основательно, не быстро, не торопясь, и пришел к выводу, что, конечно, вся работа следственной группы Гдляна Иванова почти с самого начала была работой не следственной, а репрессивной. Guruh tomonidan musodara qilingan pul va buyumlarni ro'yxatga olish va saqlashda jiddiy nuqsonlarga yo'l qo'yilgani ayon bo'ladi. Протокол изъятых вещей. Написано: кольца золотые с камнями и без, 200 штук. Что значит с камнями, значит, или кольцо с бриллиантом, или кольцо без бриллианта? Неправильно составленный протокол обыска, неправильно оформленные dela по sdаче ценностей. Umumiy pullarning miqdori ham protokollarda 33 million rubl deb belgilanadi. Keyinroq Gdlyan guruhi faoliyati bo'yicha tekshiruv o'tkazgan komissiya musodara qilingan pullardan faqat 22 million rubl davlatga topshirilgani, katta miqdordagi pullar esa o'zlashtirib yuborilganligini aniqlaydi. Mana shu misollarning o'ziyoq desantchilarning O'zbekistonga qanday nazoratsiz tartibda ish olib borganini yana bir bor isbotlab turibdi. O'sha desantchilarning qilmishlari fosh bo'lib qolgandan keyin ular bitta-bitta mamlakatimizdan qochib keta boshlashdi. O'sha paytda ular boshida bitta chamadon bilan O'zbekistonga kelishgan edi. Toshkentdan O'zbekistondan ketayotgan paytlarida ular konteyner yukni o'zlari bilan olib ketishdi. Paxta ishi bo'yicha Gdlyan va Ivanov guruhi qo'zg'atgan jinoiy ishlar o'z tasdig'ini topmaganini O'zbekiston Oliy sudi asoslab berdi. Minglab odamlar qamoqdan chiqib o'z ishlariga tiklandi. Ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar ittifoq emas, O'zbekiston byudjetidan to'lab berildi. Xudoga ming marta shukr, qaytib keldim. Qaytib kelganimdan keyin yana meni chaqirdi hokimiyatga. Endi raislik qilasan, men raislik qilmayman, bo'ldim endi. Bo'lmasam shu kolxozda dvigatellik qilaman, 58ga keldim. Endi 60gacha dvigatellik qilaman deb 2 yil dvigatellik qildim. Bizning guruhimiz ishini Oliy sudda ko'rib chiqdi. Oliy sudda ko'rib chiqqandan keyin meni ozod qildi. Endi bu ozod qilishlarni ham hammasi bizning mana shu qilishlarimizning asosiy sababchisi mana shu prezidentimiz. Bo'lmasa 5 yil bo'lsa 5 yil, 10 yil bo'lsa 10 yil o'sha yerda yotib, o'lgan o'lib, qolgan chiqib kelishaydi. Hozir gapirish oson. Yov qochsa botir ko'payadi dedi. O'shanda boshqa hech kim bu ishga qo'l urolmadi-ku. Hech qanaqa bizning fikrimiz, isbotimiz, dalilimiz, guvohlarimiz birontasi hisobga olinmagan. Ular o'zlari qo'yilgan har bitta harf o'shanda ularga imzo ham topildi, guvoh ham topildi, ayblov to'g'ri degan imzo chekadigan prokuror ham topildi, hukm chiqaradigan sudya ham topildi. Lekin bu ish nohaq, buni yengib chiqaman degan odam faqat yurtboshimiz. Men Qashqadaryo masalada bilaman, 85-yillari oxiri desantchilar qanaqa zulm o'tkazmagan. 1,5 ming xalq hibsga olingan, qamoqqa olingan. Agar shularni 10% oilasini hisoblasa, nima bo'ladi? 15 ming. Agarki xotinni, qarindoshlarini yana hisoblasang, yana 10 ga ko'paytirsang qancha bo'ladi? 150 ming. 150 ming hech qachon tan olmasdiki, mana qarindoshimni yo mana ota bobomni aytaylik kimdir aytaylik haqqoniy aytaylik qamaldi deb bironta odam hisob qilmaydi. Men keldim, mana endi qanday juda og'ir bir sharoitda tushganimni holi beri hayolimdan chiqmaydi. Nima deganda odamlarning ishonchini qaytarish naqadar qiyin bo'lganini o'zingizga tasavvur qilinglar. Birinchidan notanish odam keldi. Mayli, men Toshkentda juda katta vazifalarda o'tirganman.
bosh raisni muovini bo'lganman, Gosplan raisi bo'lganman, undan oldin moliya vaziri bo'lgan. Shu odam obkom bo'lib bu yoqqa keldi. Endi nima qilishim kerak ediki, odamlarning ishonchini qaytarish. Xudoga shukronalar bo'lsinki, mana 3 yil, 4 yil o'tmasdan odamlar shunday aytaylik, menga ishonch bilan qaraydigan bo'ldiki, men katta vazifaga butun respublikada rahbar bo'lib chiqqanimda birinchi meni kim xursandchilik bilan qo'lladi? Kimlar birinchi navbatda kelib meni qo'limni qisib rahmat sizga aytganlar? Bu kampirlar bo'ladimi, chollar bo'ladi, hammasi yaxshi kayfiyat bilan shu odam edi. Bu bunaqa odam albatta odamlarga yaxshilik qilgan va hokazo hokazo. Holi beri Qashqadaryoga kelsam xuddi o'zimni birinchi uyimga kelganday o'zimni his qilaman. Shuncha sinovlardan, shunday bo'ronlardan o'tdik. Lekin o'zimizni saqladik. Saqladik degani shu bo'ldiki, bizlar nima uchun bu yerda yashayapmiz? Bu zamon albatta o'tadi, lekin xalq qoladi. Tarix boshidan benihoya ko'p azob-uqubatlarni yengib o'tgan millatimizning, boshqalarning dardiga doimo hamdard bo'ladigan, bir-birda nonini o'zgalar bilan baham ko'radigan bunday oliyjanob xalqning kimki qahrini qo'zg'atib, qadr-qimmati, sha'ni, nafsoniyatiga, g'ururiga tegadigan bo'lsa, vaqti kelib albatta ming bor pushaymon bo'lishidan saboq beradi. Tarix bugun ey odamzod, bir vaqtlar o'zbek xalqiga nisbatan juda katta xatoga, adolatsizlikka yo'l qo'yilganini hech qachon unutma. U kunlarni hech qachon unutib bo'lmaydi. Yomonlik, yovuzlik hech qachon jazosiz qolmaydi, albatta jazosini topadi. Jafokash, oliy himmat xalqqa nisbatan uyushtirilgan har qanday uydirma va bo'xtonlar oxir oqibatda qop-qora tutundek buruqsib, yo'qlik qa'riga daf bo'lishi muqarrar deya hamisha ta'kidlab turadi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman. Mustaqillikni dadil e'lon qilib, uni mustahkamlash uchun har bir xavfga qarshi sobit qadamlik bilan kurashib, qisqa bir fursatda millatni millat, davlatni davlat bo'lishi, irodasi bukilgan, ruhan ezilgan, tahqir va malomatga qolgan o'zbekning, O'zbekistonning g'ururi, shoni, qadri va qaddining, pok nomining qayta tiklanishi qaysi jasoratning mevasi ekanligini biror lahza unutmasligimiz lozim. Zero bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, vatandoshlarimizning halol va mardona mehnati, kelajakka bo'lgan ishonchi timsolida oliyjanob xalqimizning ezgu orzu intilishlari, azm shijoati va kuch-qudrati qanday buyuk ishlarga qodir ekani chin ma'nodagi haqiqiy o'zbek ishi namoyonidir. Muqaddas hokimni bosay bag'rimga, o'zing armonimsan, dilda zorimsan. Umring umrimdadir, joning jonimda. Aziz bolajonim, xaloskorimsan.